Mehmon kelar eshikdan, rizqi kelar sababchidan. Assalomu alaykum azizlarda. Biz uydamiz, Xudoga shukr va kelishimga hozir Sumaya Bakery'dan iftorlikka mana bunaqa shirinliklar yetib keldim. Judayam bir narsani yeging kelsa, shu narsani Xudoyim shunda qarshingdan chiqazib qo'yar ekan bor-ku. Mana buni qaranglar. Bek sizga ham bor-da, menimcha bo'ladi. Ana merengoviy tort va shokoladli tort bu bizning jonimiz. Ustini yopiydi bu. Bu shunaqa chiroyli rozovый korobkalida. Qayergadir olib borsa ham korobkalida chiroyli qilib olib borasiz mana. Idishi ham zo'r. Buni mazasi ham zo'r lekin bor. Onamning oldilariga borishim kerak, ko'rib kelishim kerak. Ularga buxurlar olib kelganman, ham hech narsa bilan o'zbek qilib bo'lmaydi bilaman. Arzimagan bo'lsa ham mayli.